Xabaringiz bormi? Hindiston davlati 1000 bursiya afg'on talabalari uchun e'lon qo'ygan. 1000 bursiya afg'on talabalari uchun e'lon qo'ygan. O'zi ham onlayn. Siz uyingizdan turib darsingizni bitira bilasiz. Va hamma narsasi ro'yagon. Tekin ya'ni hech bir xarajat yo'q. Soddacha internet orqali siz uyingizga turib lisans va yuksak lisansda ya'ni masterni tamomlab bilasiz. Mana bugundan boshlanib 15-julay 2026-yildan to 24-25-julaygacha sabtnomlarning jarayoni bor. Mana bugundan ajala qiling, asnodlaringizni yig'ing va bizga yuboring. Biz siz uchun sabtnom qilamiz. Bunday tilloy chansni qo'ldan bermang. Mana hozirgi kunda sharoitlar qiynalib kelyapti. Fursatlar kamayib kelyapti. Mana bunday bir nodir fursatni hech qo'ldan bermang. Hindiston davlati 1000 bursiya ICER orqali e'lon qo'ygan. Lisans va yuksak lisans sohalarida tadris bo'ladi. Bu kishilarki 12-sinfdan farq bo'lgan qiriladiki lisansga apply qilsa, ya'ni sabt qilsa. Bu kishilarki lisansdan farq bo'lgan yuksak lisans yoki masteriga sabt qilsa. Bunga turli rishtalar bor. Sayns bor, ijtimoiy ilmlar bor, huquq bor. Mana 2023-yildan buyonga o'sh davra 3000 bursiya berdi. Va siz ham majala qiling. Bir chansni qo'ldan bermang. Faqatgina mana shu asnodlar kerak siz sabt qilmoq uchun. Lisansga maktabning shahodatnomasi, pasport, tazkira, aks, email va telefon raqam. Mana shu asnodlaringiz bo'lsa, siz bu bursni qazona bilasiz. Masteriga sizni bilim yurtida diplomangiz, transkriptingiz, pasport, maktab shahodatnomasi, bir qita soft taksiz, email va telefon raqamingiz bo'lsa, siz yuksak lisansni qazona bilasiz. Va bunday bir nodir chansni qo'ldan bermang. Ajala qiling. Vaqt ko'p oz va fursat tilloyidir. Agar istasangiz ki bu bursani qazonsangiz, bizga murojaat qiling. Oqsoy kanaliga. Oqsoy kanali a'zolari bu sohada professional va siz uchun sabt qiladi. Agar istasangiz sabt qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu numaraga WhatsAppga bayon qo'ying. Mana bu emailga email yozing, asnodlaringizni jo'nating. Biz siz uchun sabt qilamiz. Hech tashvishingiz bo'lmasin. O'zi ham tamom narsasi ro'yagon. Bilim yurti masraflarini beradi, imtihon masraflarini beradi, internet masraflarini beradi. Sizni o'zingiz o'z hisob bankingizga internet masraflaringizni jo'natadi. Bunday bir chansni hech qo'ldan bermang. Betarin chans. Bunday bir chansni hech qo'ldan bermang. Bugundan boshlanadi. Vaqtni qo'ldan bermang. Bugundan 10 kun vaqtingiz bor. 10 kun ko'p oz vaqt. Biz inshaalloh xizmatgamiz. Sog' salomat, xayr-omon qoling. Ha, bir narsani aytish kerak. Dunyoni har yerda bo'lsangiz bo'ling. Bursani qazona bilasiz. Istar Afg'oniston bo'ling, istar Eron bo'ling, istar Turkiya bo'ling, istar boshqa mamlakatlar bo'ling. Faqat sizga 12-sinfda asnodi bo'lsam, o'zi kifoya qiladi. Yo'inki 16-sinfda asnodi bo'lsa, o'zi kifoya qiladi. Dildoshlarim, ajala qilinglar.